Assalomu alaykum Gmail tizimining hurmatli foydalanuvchilari. Ushbu video darsda omborxonaga mahsulot qo'shish jarayoni bilan tanishamiz. Mahsulotni kirim qilishdan avval uni mahsulotlar ro'yxatiga kiritish lozim. Buning uchun quyidagi amallarni bajaring. Ombor mudiri hisobi orqali tizimga kiring. Ma'lumotnomalar bo'limiga o'ting. Mahsulotlar blokini tanlang. Mahsulotlar blokida ikkita sahifa mavjud. Birlik o'lchovi bilan, masalan, tabletkalar, eritmalar, bintlar, birlik o'lchovisiz, masalan, qo'lqoplar, shpritslar, sistemalar, kanselyariya mahsulotlari. O'lchov birligiga ega bo'lgan mahsulot qo'shish uchun plus mahsulot qo'shish tugmasini bosing. To'ldirish uchun shakl oynasi ochiladi. Birlik o'lchovi bilan qo'shiladigan mahsulot turini tanlang. Quyidagi maydonlarni to'ldiring. Toifa, mahsulot, mamlakat, ishlab chiqaruvchi, qadoq. Agar so'roq belgisiga kursorni yaqinlashtirsangiz, tanlangan idish avtomatik ravishda bitta buyum sifatida aks ettiriladi degan xabar paydo bo'ladi. Chiqarish shakli, qadoqdagi soni, o'lchov birligi. To'ldirilgandan so'ng qo'shish tugmasini bosing. Ma'lumotlarni o'zgartirish uchun kerakli mahsulot ro'parasidagi tahrirlash tugmasini bosing. O'zgartirishlar kiritilgandan so'ng saqlash tugmasini bosing. Tahrirlash rejimida qadoqdagi miqdor va o'lchov birligi maydonlaridan tashqari barcha maydonlarni o'zgartirish imkoniyati mavjud. Mahsulotni tahrirlash paytida uni o'chirish tugmasini bosish orqali o'chirish mumkin. Tugma bosilgach, o'chirish tugmasi orqali amalni tasdiqlang. E'tibor bering, mahsulot uchun kirim amalga oshirilganidan so'ng uni o'chirib bo'lmaydi. O'lchov birligiga ega bo'lmagan mahsulot qo'shish uchun plus mahsulot qo'shish tugmasini bosing. To'ldirish uchun shakl oynasi ochiladi. Birlik o'lchovsiz qo'shiladigan mahsulot turini tanlang. Quyidagi maydonlarni to'ldiring. Toifa, mahsulot, mamlakat, ishlab chiqaruvchi, qadoq. Agar so'roq belgisiga kursorni yaqinlashtirsangiz, tanlangan idish avtomatik ravishda bitta buyum sifatida aks ettiriladi degan xabar paydo bo'ladi. Qadoqdagi soni. O'lchov birligi bo'lmagan mahsulot qo'shilganda, tibbiy buyumlar toifasi tanlansa, ko'p marta foydalanadigan belgisi paydo bo'ladi. Bu belgini qo'yish orqali mahsulotning ko'p marta ishlatilishi va uni sterilizatsiya qilish mumkinligini ko'rsatadi. Mahsulotlar ro'yxatida ko'p marta ishlatiladigan mahsulotlar yashil rangli belgi bilan ajratilgan bo'lib, uning ustiga sichqoncha olib borilganda ko'p marta foydalanadigan yozuvi aks etadi. To'ldirilgandan so'ng qo'shish tugmasini bosing. Ma'lumotlarni o'zgartirish uchun kerakli mahsulot ro'parasidagi tahrirlash tugmasini bosing. O'zgartirishlar kiritilgandan so'ng saqlash tugmasini bosing. Tahrirlash rejimida istalgan ma'lumotni yangilash imkoniyati mavjud. Mahsulotni tahrirlash paytida uni o'chirish tugmasini bosib o'chirish mumkin. Tugma bosilgandan so'ng amalni tasdiqlash oynasida o'chirish tugmasini bosish talab etiladi. E'tibor bering, mahsulot uchun kirim amalga oshirilgandan so'ng uni o'chirib bo'lmaydi.